3. bab. Әмді qeyrindaşlarım, sizler Rabbimizga mansub bo'lganinglar uchun shod-xuram bo'linglar. Sizlarga burun aytgan so'zlarni yana qaytlash menga avarchilik emas. Chunki bu so'zlar sizlarning qo'dilishinglar uchundir. Qutqizish uchun cho'qim xatni qilinish kerak deb yuradigan tankaskuchlardan hoşyar bo'linglar. Bu yomonlik qiluvchilar ittin farqi yo'q. Xudoning nazarida haqiqiy xatni qilinganlar ular emas, balki bizlar. Chunki biz muqaddas ruhga toyinib, Xudoga ibodat qilib, Ayso Masih bilan maqtinimiz. Biz qilchimu xatniga va o'zimiz sundigan ajrga tayanmaymiz. Agar o'z ajrimga tayinish to'g'ri kelsidi, uningga asoslarim yetarli bo'ladi. Agar ba'zilar bundaq ishlarga tayinib, qutqizg'ili bo'ladi deb o'ylasa, u chaqda mening asosim texmu yetarli bo'ladi. Chunki men tug'ilib 8-kuni xatni qilingan İsroil avlodiman. Ya'ni Benyamin qabilasidan bo'lgan qiynisob Yahudiyman. Tavrat qonuniga amal qilishni o'lcham qilish nuqtasidan aytgandimi, men qil sig'maydigan parisi iqimidimman. Bu yo'ldagi qizg'inligim jihatdan aytganda, men ilgari Ayso Masihga e'tiqod qiluvchilar Tavrat qonunini bekor qilmoqchi deb ularga ziyonkashlik qilgan odam edim. Agar Tavrat qonuniga amal qilish haqqoniylik deb qaralsa, men bu o'lchamga eng loyiq odam bo'lardim. Lekin men burun qutqizilish uchun muhim bilgan bu ishlarni hozir butunlay ahamiyatsiz deb qaradim. Men qattiq shunda qaraymanki, Rabbim Ayso Masihni tonishning afzalligi oldida har qanday ish qadrsizdir. Ayso Masihni tonib yetishim va uningga zich bog'lanishim uchun hammani tashlab etdim. Hamda ularni axlat deb qarayman. Endi mening haqqoniy odam deb jakarlanishim Tavrat qonuniga amal qilish orqali emas, balki Ayso Masihga e'tiqod qilish orqali bo'ldi. Chunki bu haqqoniylik e'tiqod orqali Xudodan keldi. Mening hozirgi maqsadim Ayso Masihni va uning o'lib tirilish qudratini, shundaqla uning tatqan azob oqibatlarini o'z kechirmishim orqali cho'nqur tonib yetib, uning o'limini ulgi qilish va nima bo'lishidan qat'iy nazar o'limdan Xudo va'da bergan tirilishga yetishdir. Bundaq deyish bilan bu maqsadga erishib bo'ldim yoki kamolatga yetdim demoqchi emasman. Lekin Ayso Masih meni nima maqsad bilan qutqizgan bo'lsa, menmu shu maqsad uchun chepib yuryapman. Qarindoshlar, men hargiz o'zimni bu maqsadga yetib bo'ldim deb qarmayman. Lekin men shunda qilamanki, xuddi yugurish musobaqasida kayniga qaramay yugurayotgan odamdek, menmu o'tib ketgan ishlarni o'ylamay, kelgusidagi nishonga qarab tirishiman. Ya'ni Xudo Ayso Masih orqali meni chaqirib, arshda men uchun tayyorlagan inomga qarab ilgirlayman. Shuning uchun orimizdagi ruhiy jihatda pishib yetilganlarning hammasining moshundoq o'ylashini umid qilaman. Agar boshqacha o'y fikringlar bo'lsa, Xudo buni sizlarga ochiq ko'rsatib berdi. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, biz Xudo bizga ko'rsatib bergan haqiqatda chin turishimiz kerak. Qarindoshlar, meni ulgu qilinglar. Shundaqla sizlar bizni ulgu qilgan kishilardanmi o'rganinglar. Chunki sizlarga ko'p qatim aytganimdek, hozirmi ko'z yoshlarimni to'kib turib,
Şunu qayta aytamanki, o'zlarini e'tiqodchi da'vogan nurg'un kishilar Ayso Masihning Kristdagi qurbonligini ko'zga ilmay, uning düşmanlaridek yurmakda. Bundaqlarning oqibati manguluk halokatdir. Ularning xudosi o'zining qornidir. Ularning maqtindigini nomussiz ishlardir. Ular faqat bu dunyoning ishlarinla o'ylaydi. Halbuki bizning haqiqiy makonimiz arshda. Biz arshdagi qutqizuvchimiz bo'lgan Rabbimiz Ayso Masihning arshdan kelishini intizorlik bilan kutmoqdamiz. Shu chaqda u butkul mavjudotni o'ziga bo'ysunadigan qudrati bilan bizning chirib ketadigan tenimizni o'zgartib, uni o'zining shon sharaflik teniga o'xshash qiladi.